Jartepa postini ochilishi bizga bu juda katta yutuq bo'ldi. Bizlar uchun bu 30 kilometr yaqin joy. Bu tojikistonlik bizlarning xaridorlar uchun ham juda katta yutuq. Prezidentimizning tashabbuslari bilan bu chegaralarning ochilishi nafaqat oddiy xalq, bu tadbirkorlar uchun ham juda katta imkoniyat bo'ldi bu. Ishlab chiqarishimizni 2 barobar, 3 barobarga oshishiga sabab bo'ladi bu. Bugun zakaz qilsa yukini, ertaga o'zi tovar Tojikistonga bo'ladi. Boshqa joydan, mana Xitoydan tovar olib keladigan bo'lsa, ular 1 oy, 2 oy kutadi. Lekin bizlardan bugun zakaz qiladi, ertaga o'sha Tojikistonga bo'ladi. Bu Jartepaning ochilishi bizlar uchun eksportimizga juda katta nima deydi, dalda bo'ldi desak bo'ladi. Nafaqat bizlar uchun, tojikistonlik klientlarimiz uchun ham juda katta yutuq bo'ldi bu. Hozir mana biz bojxonani 3 qadam tizimi bo'yicha eksport qilyapmiz. Bu hech qanaqa to'sqinlarsiz, hech qanaqa muammosiz chegaradan yuklar o'tib ketyapti. Kechagi yil 2025-yil biz Tojikistonga 5 millionga yaqin eksport qilgandik. Bu yilga rejamiz 10 million AQSh dollari rejamiz bor Tojikistonga. 2017-yil tashkil topgan bu korxonamiz bizga shu chegaralarning ochilishi ishlab chiqarishimizga, ish o'rni yaratishimizga 2-3 barobarga oshishiga sabab bo'ladi. Tojikistonlik hamkorlarimiz deyarli har kuni keladi. Har kuni kelib ketishlari oson. Chiqadi 1-2 soatga shu yer bizga bo'ladi, zavodga bo'ladi. Kelib bemalol ko'rib, gaplashib, yana kechqurun qaytib ketishadi. Bu juda biz uchun katta imkoniyat, tadbirkorlar uchun. Tojikistondan oldin bitta klient bor edi, hozir mana bizga 5 ta bo'ldi Tojikistondan. Hozir ham talab juda katta, yaqin bo'lganligi uchun, chegaralarga muammo bo'lmaganligi uchun O'zbekistonga juda katta talab bo'ladi. Bizlarning Tojikistondagi xaridorlarimiz aytayapti, biz Xitoy bilan to'xtatamiz. Biz mana O'zbekistonga shuncha sharoit, shuncha ishlab chiqarish, biz pulimizni berib qo'yib 1 oy, 2 oy, 3 oy yo'lda qolib ketadi. Undan ko'ra bizga aytadi, ertasi kuni shu yerga bo'ladi. Ular uchun ham O'zbekiston ular uchun ham juda qulay bo'lib qoldi. Oldin 10% bizda bo'lsa, hozir 90% bizdan O'zbekistondan olib, 10% Xitoydan olish mumkin. Hozirgi kunda ish o'rni shu yerda o'ziga 550 ta ish o'rni yaratilgan. Yana kelajakda 200 taga, mana shu yil oxirigacha 200 taga ko'paytirish niyatimiz bor. Ish o'rni oshsa, eksportga ham bemalol biz yuklarni vaqtida yetkazib berishga sabab bo'ladi bu. Aynan bizning eng katta bozorimiz Tojikiston hozir. Eksportimizni masalan 40% eksport qilsak, uni 25%, 30% Tojikistonga ketadi. Chunki yaqin, yaxshi bozor biz uchun, katta bozor. 25-30% ni Tojikistonga sotamiz. Hozirgi kunda Tojikiston bozorining o'ziga hamma mahsulotlarimizni nima ishlab chiqarsak, hammasini yuboramiz. Bizda gaz plita, mini pech, stиральный mashina, pilisos, mana hozir yil boshiga xaladenlik zavodini ishga tushirdik. Bu ham bizlar uchun eksportga juda katta ta'sirga bu xaladenlik zo'r bozor bor, muzlatgichlar, sovutgichlar shu yil boshiga ishni boshladik, xudo xolasa. Bu ham Tojikistonning bozori biz uchun qiziq. Juda ko'p ketadi. Bizga mana yaratib berilgan imkoniyatlar juda zo'r hozir. Prezidentimizga katta rahmat. Bunaqa imkoniyatlar yaratib berganlari uchun biz tadbirkorlar uchun juda zo'r imkoniyat. Yaratib bergan imkoniyatlardan yaxshi, to'laqonli foydalanib, xudo xolasa rejalarimiz katta.